Bismillahirrahmanirrahim. Hammadan avval bu yetib kelgan Hayit bayramini tamom dunyo bo'yicha musulmon millatiga tabriklayman. Hammalariga, o'zbek turkman millatiga chin yurakdan tabriklayman. Yetib kelgan Hayit bayrami. Assalomu alaykum aziz vatandaşlar. Avval bilan yetib kelgan Hayit bayramimiz hammalaringizga qutlug' va muborak bo'lsin. Kelinjam o'qan namozlarimiz, eden taat ibodatlarimiz Alloh tabaraka va taolaning dargohida. Aziz vatandoshlarim, to'g'ri soliyan qo'y. Viloyati Poryob musulmonlar hammalaringizga peshasbid idlaringiz tabrik bo'lsin. Umid qilaman Xudoning yaxshi ro'zlardan sifara qilinglar. Inshaalloh tutgan ro'zlardan Xudoning dargohiga qabul bo'lsin. Assalomu alaykum do'stlar. Yetib kelgan Eid bayramimiz qutlug' muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Eid Ramazonlaringiz tabrik bo'lsin hammalaringizga. Assalomu alaykum aziz o'rkadaşlar. Yetib kelgan Roza bayramimizga sizlere ve siz orqali ahli familiyamizga çiğ yürekten qutlug' muborak bo'lsin deymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Umid qilamanki jo'r sihatmand bo'lsanglar va bu kelayotgan ro'za bayramingiz qutli bo'lsin. Toat ibodatlaringiz qabul bo'lsin. Vatandaşlar, tutan rozalarımız Allah'ın dergahında kabul olsun. Yetip gelen Hayit bayramımız qutlug' muborak bo'lsin. Aleyküm aziz arkadaşlar ve tamam dünya yüzünde yaşayan tamam Müslümanlara hemmelerinize Allah Teala'dan tutan rozalarınızı ve tamam eden ibadetlerinize dua kabul olmasını dua ve arzu ediyorum ve bu yetip gelen haydınızı hemmelerinize mübarek olsun. İdris Anhi Ulusoliydan bo'laman. Bu yetib kelgan ro'za bayramini dunyo musulmonlarga xususan chin yurakdan qutlug' aytaman. Bu 3 kun namoziyo bayramni mu'minlaringiz sog' va omon o'tkazinglar. Assalomu alaykum aziz do'stlar, hammalaringizga Eid Ramazon tabrik bo'lsin. 3 kun namozni xushxollik bilan, yaxshilik bilan o'tkazinglar, kulgilik bilan. Bu yetgan Eidlaringiz hammaga tabrik bo'lsin. Aziz vatandoshlar, hayitlaringiz muborak bo'lsin.